Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali muxlislari. Bugun biz Amir Olimxonning otasi Amir Abdulahadxon qabriga tashrif buyurdik. Bu me'moriy obida Navoiy viloyati Navoiy shahrida joylashgan Ahadxon masjidi 1910-yil nimasi bilan ro'yxatga olinyapti. Bu ma'lumotlarga ko'ra bu masjid tepasidagi yozuv Amir Olimxon tomonidan otalariga bag'ishlab yozilgan marsiya ekanligi keltirib o'tilyapti. Pishiq g'ishtdan ishlangan kichik gumbaz orqali kirilib ikkita kichik xonalarga yo'l bor ekan. Bu joyda mana Amir Abdulahadxonning qabri joylashgan. Amir Abdulahadxon haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, mana bu yerda ma'lumot berilyapti. Amir Abdulahadxon ibn Muzaffarxon 1857-yil 16-martda Karmanada tug'ilgan ekan. Demak, Amir Muzaffarning farzandi 14 o'g'ilning 4-inchisi bo'lganligi va boshqa mana bu Italiya, Fransiya, Rossiya, Tunis, Fors, Bolgariya, hattoki mana bu Daniya, Chernogoriya, Vyetnam, ya'ni Siam davlatida ham aloqalar qilganligi haqida ma'lumotlar bor. Yana bitta narsani aytishimiz mumkinki, bu qabr menimcha qaytadan marmar bilan ishlangan, yangiroq nimada ko'rinyapti. Oq marmar, toza g'ozg'on marmari aralash ishlangan kichik hovlichada mana maqbara joylashgan ekan. Bu yerda mana bu Abdulahadxon haqida 3 ta tilda ma'lumot berib ketilyapti shekilli. Rus, ingliz va o'zbek tillarida ma'lumot berilyapti. Bu hujralar yopiqligi sababli ichida nimalar borligi tanishtira olmaymiz, lekin eshiklarimiz tarixiy eshiklarga o'xshaydi. Keyin qayta ishlangan. Demak, tarjimon Ahtam Hatimov tomonidan Amir Olimxonning marsiyasi mazmuni tarjima qilinyapti. Demak, bunday deyilyapti: ey dil, bu yorug' jahonda xotirjamlik yo'q. Shu bois bu dunyoning har xil tantanasiga ko'ngil bog'lama. Qaragil, zamonaning husravi